Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Allah subhanahu ve ta'alaga hamd sana, Peygamber aleyhissalatu vesselamga durud salavatlar olsun. Elhamdülillah. Bugün ahirgi tavafimizni bajarib oldik. Rabbimizga hamd olsun. Safarga chiqamiz inshaalloh yurtimizga. Tavaf nazr tavaf qildik. Maqsad yana qaytib bu joylarga kelishlik ne'matidan mosuvo bo'lmaslik. Qolaversa yer yuzidagi barcha ummati Muhammadiyani Alloh subhanahu va taolo bu joylarga kelishlik eshigini yopib qo'ymaslik. Dardi borlarga dardiga shifo berishlik. Mushkul ishlari borlarni mushkulini oson bo'lishlikka vasila. Alloh taborak va taolo odam alayhisolatu vassalomni tavof qilganlarni af qilganida ana shu umid va tavof qilganlardan keyin duo qilganlarni ham af qilishlik va'dasini qilgan edi. Mana shu umid va qolaversa bizni bu joyda yurganimizda duo qilib qo'ysalar, oilamizga xursandchilik, barakot bersa, o'g'illarimiz, qizlarimizga saodat, baxt bersa, o'qishga kiradiganlar eson-omon o'qishga kirib olsa, safarda yurganlar safarda bexatar bo'lsa, Allohim bir nikohda yashashlik saodatini bersa, qizlarga yaxshi joylardan kiyib, o'g'illarga yaxshi joylardan Robbim o'zi rozi bo'lgan Payg'ambar alayhissalatu vassalom huzurlarida uyalmaydigan kelinlar nasib qilsa, kuyovlar nasib qilsa degan umidlar. Qolaversa o'tganlarni ruhlar shod bo'larmikin, tavof qilgandagi ajr savoblardan o'lisiz degan iltimoslar bo'lganidan. Undan tashqari Alloh taborak va taolo bu safar asnosidagi xatolarimiz, kamchiliklarimiz va odobsizlik o'tgan bo'lsa, ana shularni af qilishlik maqsadida. Undan tashqari Alloh taborak va taolo kelaman degan orzu qilganlar bor, sarmoya topolmayotgan Robbimiz mana shu nazr tavofimizni vasila qilamizki, sarmoya halol toyibadan mablag' bersa, salomatlik, aql xush ro'y bersa, zakovat, quvvat bersa, ular ham kelib mana shu Ka'ba-i muazzamani qayta ko'rish saodati baxtiga muyassar bo'lsa degan nazr tavof. Undan tashqari bugun yurtimizga bo'ladigan safarimizni Robbimiz xayrli yerdan, osmondan keladigan fitnadan, musibatdan, balo qazolardan, ayniqsa osmondagi parvozimizda Alloh taborak va taolo xayrli qilishini so'rab nazr tavof. Undan tashqari Alloh taborak va taolo bu joyda o'tkazgan vaqtimizni asli bizga imkoniyat, ne'mat qilib bergan edi. Bizdan duo so'raganlarni yodimizdan chiqmadi. Ana shularni oxirida bitta qilib duo qilishlik maqsadida qilingan nazr tavof. Undan tashqari farzand talablar bo'ldi. O'g'il va qiz qaraganda ko'z quvonadigan ana o'sha farzand talablarga farzand so'rashlik maqsadida qilingan nazr tavof. Undan tashqari farzandlari, bemorlari bor, otalari, onalari, aka-uka, singillari, yaqinlari bemorlari bor. Robbimiz ana o'sha bemorlarning dardiga shifo berishlik maqsadida bu muqaddas diyori. Qolaversa 124 ming payg'ambar bu joyda Ka'baga qarab duo qilishgan, ijobat bo'lgan, ularning nigohi, nazari, duolari ijobat bo'lgan fazilat va shukuh, nur, Robbimiz rahmati mana shu joyda. Ana shunga umid qilib 7 marotaba aylandik nazr tavof. Undan tashqari Alloh taborak va taolo oilalariga osudalik, barakot bersa, qilayotgan kasb-u kamolot, dehqonchilik, savdo, ana shularga Alloh taolo mo'ni ko'llikni, barakotni, xayriyotni ziyoda qilsa, topganlarni xursandchilikka, faqat musibat, dard, kasallik tuzatishlikka emas, shodlikka, ilm olishlikka sarf qilishliklari uchun niyat, vasila, nazr tavof. Qolaversa qo'llariga umid bilan kitob ushlaganlar bo'ldi. Robbim shu Qur'onni yodlarmikinman. Robbim ilm o'qib, olim bo'larmikinman deb dunyo va din ilmida harakat qilib turganlar bor. Ana o'shalarni zihnlari ochilishlik uchun, ilmga muhabbatli bo'lishlari uchun,
Undan tashqari bu ilmni olibgina qolmay tarqatishlik baxtini Robbim ularga hikmati bilan, fazilati bilan berishligini so'rab qilingan nazr tavof. Chunki ilm payg'ambar alayhissalotu vassalomdek zotga ham osonlikcha berilmadi. Ana shu ilm olishlarni Alloh taolo oson qilsin degan niyatda nazr tavof. Kitob o'qiganda yurak siqiladi, shayton olishadi, nafs olishadi. Bir inson ikkita dushman bilan olishib ilm oladi. Robbim shu dushmanlarga yengilib qolmaslik uchun osonlik bilan, muhabbat bilan, hilm bilan, xulq bilan, Qur'oniy xulq bilan xulqlanib ilm sohibi bo'lib, unda kibrlanib ketmay, tug'yonga ketmay, mujodala uchun olishlikka maqsad qilmasdan mana shu vasila qilib ado qilgan nazr tavofimiz bor. Robbimiz buni beriyo qabuliga olsin. Parvardigor Robbimiz qayta hamma ummati Muhammadiyga kelishlikka nasib aylasin. Butun dunyoni tinch qilsin, yurtimizni tinch qilsin, osmonimizni musaffo qilsin. Yurt tinchligida xizmat qilayotganlarni Robbimiz o'zi asrasin. Allohim oilalarimizga barakotini ziyoda qilsin. Bosh o'tirgan otalarimiz, onalarimiz hayotlarini iloho ko'p yillarda o'rga bo'lishini nasib aylasin. Allohim o'tganlarni rahmatiga olsin, mag'firati bilan burkasin, fazli karami bilan muomala qilsin. Parvardigor Robbimiz yurtimizdan allomalar, olimlar, hofizi kalomlarni chiqishligini ko'paytirsin va oson qilsin. Parvardigor Robbimiz mana shu muqaddas diyorda turib duo so'raganlarni qanday shar'iy maqsadlari bo'lsa, o'ylaganlardan yaxshisini, taqdirotli, go'zal xayriyotlik orzu, umid, maqsadlarni Robbimiz ato aylasin, amalga oshirishligini oson qilsin. Yana xatmi Qur'on o'qiganlar bor ekan, undan tashqari 10 mingdan ziyoda salovat o'qiganlar bor ekan. Ana shuni ham baxshida qilib qo'yishga iltimos qilinganini uni ham baxshida qilib qo'yamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad. Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Allohu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم qilgan xatmona sharif, qilingan tilovatul Qur'on, o'qilgan salovati sharif, istig'for hammasini beriyo husn qabuliga. Allohim xato kamchiliklarni afv ayla. Allohim bu muqaddas diyor o'zining shiorlaring haqqi hurmati bu joyda tavof qilayotgan barcha mo'min mu'minlarni vasila qilib so'raymiz. Payg'ambar alayhissalotu vassalom vasila qilib so'raymiz. Iloho savobini xususan Rasulimiz alayhissalotu vassalom va zotdan oldin o'tgan barcha payg'ambarlar, ahli oilalari, sahoba ikrom, chahriyor oydom o'tgan barcha mo'min mu'minlarga hidoya qilamiz. Iloho bu kalomi sharifni o'qiganlarni yana qayta o'qishlikka muhabbatli qil, oson qil, yengil ayla. Qur'oni Karimni tilovati, hifzi, yodlashni oson ayla. Ma'nolarni tushunib amalga tatbiq qilishni oson ayla. Allohim kalomini o'qishligidan, salovat o'qishligidan qanday maqsad ko'zlagan bo'lsalar, ko'zlagan maqsadlarni ato ayla. Allohim xotimalarimizni xayrli qil. Allohim hammalarimizni o'zimiz uddamizdan chiqadigan umrimizni oxirigacha o'zimiz uddamizdan chiqib ibodatda, tilovatda, zikrda bo'lishni nasib ayla. Robbimiz qiyomat kunida huzurida hijolat qildirib qo'yma. Parvardigor farzandlarimizni aqlli, xushlik qil, ahil qil.
bizdan keyin ham xayrli ishlarda davomchi qil, bizlarga dard qilmagin, bizlarni kamchilik xatolarimizni davomchisi qilmagin, bizlar yetolmagan xayrli amallarda bardavom bo'lishlariga o'zing kuch-quvvat, ilhom ato qilgin. Allohim aka-uka singillarimizni ana shu joylarga kelishligimizni nasib ayla. Allohim ularni ham maqsadlarini hosil ayla. Parvardigor olam, aqrabolarimiz, qavmi qarindoshlarimiz bilan ahilligimizni ziyoda qil. Parvardigor olam, hammalarimizga go'zal hayot bergin. O'zing Qur'oni Karimda zikr qilganingdek, ana shunday hayot, ana shunday yo'l, bu yo'lga rozi bo'ladigan badan, ilhom, lazzat, orom, xotirjamlikni o'zing ato ayla. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. اللهم اجعل نعمتنا دائما دولتنا قائما أولادنا عالما أو عاقلا أو قانيا ولا تسلط علينا ظالما. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.